Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek, biz Toshkent Motors Navoiy filialida Jak avtomobillarini yana bir bor qisqacha ma'lumotlarini berib o'tishga harakat qilamiz. Hozir bu modellarimizda rassrochka e'lon qilingan, kimnidir xabari bor, kimnidir xabari yo'q. Jak X8 modeli o'z 4 xil pozitsiyada bo'ladi va 4 xil pozitsiyasi uchun ham rassrochkamiz amal qiladi. Bu modellarimizni boshlang'ich to'lov 50% ni to'lab turib, qolgan summasini 13 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Hech qanday 0% ustamalarsiz o'zini tannarxidan bo'lib to'lab boraverasiz. Xo'p, bu yerda hozir mana ko'rib turganingizdek Tintovka modelimiz turibdi, nalichda tayyor. Bu modelimizda yurak qismiga keladigan bo'lsak, ya'ni motorga keladigan bo'lsak, ikkilik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 140 dan tashkil etadi. Benzinda yuradi bu modelimiz, benzin tanlamaydi. Bu modelimizga hamda metan propan uстановка qilsangiz bo'ladi. Salon qismida 3 kishilik o'rindiq qo'yilgan, bemalol o'tib ketaversa bo'ladi. Undan tashqari hozirgi kunda mana bu o'rtadagi o'rindiqni shunday yotqizib qo'yib, orqasidagi bardan 2 kishi o'tib ketgan taqdirda ham foydalanib ketsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana oldi g'ildirak balonlari ham hozir ko'rib turganingizdek 15 hajmda bo'ladi, orqasi esa qo'sh balonli hamda 13 hajmda bo'ladi. Zapaskasi ham shunga o'xshab 2 xil hajmda bo'ladi. Mana ko'rsatib o'taman birdan. Ko'rganingizdek 15 balon hamda 13 balon zapaska qo'yilgan. Tintovka modelimiz raskladishkalik bo'ladi, yig'iladi. Masalan, mana bunday havoni yaxshi kunlarida, havoni quyoshli kunlarida bemalol raskladishkani yig'ib qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Agarda yog'ingarchilik bo'lgan taqdirda bemalol yana qaytadan yoyib qo'yib, ustiga chexollarni kiygizib bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Bemalol haydayverasiz. Xuddi shunday Tintovka modelimizni. Bu modelimizni yig'ib mana bu yana qayta yoyishga hech qanday ortiqcha harakat yo'q bo'lsa, ortiqcha kuch talab qilmaydi. Ikki kishi yo'q bo'lsa, bir kishining o'zi ham amallab biladi bu modelimizni. Mana bu yerda esa bartaboy modellarimiz ham turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bort hajmlariga keladigan bo'lsak, bortining uzunligi 320 hisoblanadi. Eniga 175 bo'ladi. Xo'p. Bu modelimizni ham ko'rib o'tdik. Yana bir xil modelimiz bo'ladi. Hozir to'g'ri bizada yo'q, lekin uzoq bir kun ichida kerak bo'ladigan bo'lsa yetkazib beramiz. Shassi varianti bo'ladi. Shassi variantiga keladigan bo'lsak, xuddi mana shu holatida, faqat orqa mana bu borti bo'lmaydi. Ramani o'zi bilan keladi. Endi masalan unga suyuqlik, ya'ni mana bu suvni nimadir toshiyman degan akalarimiz uchun bemalol bochka o'rnatib olsa bo'ladi. Bu yerda ham mana nalichda tayyor turibdi, hozir ko'rib turibsizlar. Promtovar modelimiz ham turibdi. Mana Promtovar modelimizga keladigan bo'lsak, orqasi mana shu budka bo'ladi. Budkasi orqa tomonda ham, yon boshida ham eshigi bo'ladi. Yuk hajmiga keladigan bo'lsak, 9 kub yuk oladi o'zining ichiga. Yuk ko'tarishlariga keladigan bo'lsa, yuk ko'tarishlari 2 tonnagacha kitobda yozilgan, lekin aslida bemalol 4 tonnagacha mashinamiz ko'tarib bera oladi.